Men Suyunova Manzura. Tayloq tumani Sarasoy mahallasining 232-xonadonida yashab kelaman. Kuni kecha mahallamizda suyultirilgan gaz balon tarqatildi. Kecha uyda bo'lmaganligim uchun suyultirilgan gaz balon voyaga yetmagan farzandlarim bo'lgani uchun ularga taqdim etilmagan. Bugun uyda bo'lganim uchun o'zim 104 qisqa raqamlariga telefon qilgan edim. Murojaatimni qabul qilishib, bugun o'ziga hal bo'ldi. Mana o'z vaqtida yetkazib kelishdi. O'ziga tortib, gaz chiqmaydigan xavfsizmi shuni tekshirib oldik. Suyultirilgan gaz kelishidan bir kun oldin mahalla telegramimiz bor, e'lon beriladi va gaz balonlarini hamma tayyorlab turadi. Fisayt tizimiga o'tgani sababli iste'molchining yuzini skaner qilish orqali o'ziga topshirilayotgan. Uyda bo'lmasa farzandlariga berib ketilmaydi. Gaz ta'minoti xodimlari uyimizga kelib, tushuntirish ishlari olib borib, suyultirilgan gaz balon qanday foydalanish haqida ma'lumot berib o'tib ketadilar. Bunday sharoitlar yaratib bergandan prezidentimizga kattakon rahmat. O'z vaqtida suyultirilgan gaz bilan bizni ta'minlab keladi. Murojaatim tez hal bo'lganidan juda ham xursandman.